Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi keyingi hafta uchun ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, bugun kunduzi O'zbekiston hududining katta qismida quruq ob-havo bo'ladi. Faqat Toshkent viloyatining ayrim joylarida va Farg'ona vodiysida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Havo harorati 34-36 daraja, janubda 38-40 daraja atrofida bo'ladi. 2-dan 4-iyun kunlarigacha respublika bo'yicha yoz faslining eng boshi uchun odatiy ob-havo bo'lishi prognoz qilinmoqda. Kechasi va kunning birinchi yarmida asosan bulutli ob-havo kuzatiladi. Kunning ikkinchi yarmida konvektiv bulutlilik rivojlanadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Ushbu kunlarda havo harorati asta-sekin 28-33 darajagacha, janubda 34-37 darajagacha pasayadi. 5-iyunda faqat Farg'ona vodiysida ayrim joylarda momaqaldiroq bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Havo harorati deyarli o'zgarmaydi. Shamol 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda 15-20 metr/sekund tezlikgacha kuchayadi. Chang-to'zonlar bilan kuzatiladi. Tog'olli va tog'li hududlarda 1-dan 5-iyun kunlarigacha qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatiladi. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Toshkentda 1-iyunda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat 34-36 daraja bo'ladi. 2-dan 4-iyungacha kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Harorat asta-sekin 29-31 darajagacha pasayadi. 5-iyunda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kunduzi 31-33 daraja bo'ladi. Shamol 8 metr/sekund tezlikda esadi. Vaqti bilan 10-15 metr/sekund tezlikgacha kuchayadi. Shaharning ayrim joylarida chang-to'zonlar bilan kuzatiladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.